Tasavvur qiling, bir podshoh bor edi. Uning qo'l ostida butun mamlakat titrar, hech kim unga qarshi bir og'iz so'z ayta olmas edi. U o'zini oddiy shoh emas, balki iloh deb da'vo qilardi. Bu podshoh Fir'avn edi. Ammo u bilmas edi, uning ulkan saltanatini qulatadigan inson aynan o'z saroyida voyaga yetadi. Bu voqea minglab yillar oldin Misr zaminida sodir bo'lgan. O'sha paytda Bani Isroil Fir'avn zulmi ostida yashardi. Ularni og'ir mehnatga majbur qilar, erkaklarni xo'rlab ishlatar, ayollarni xizmatkor qilardi. Bir kuni Fir'avn g'alati tush ko'rdi. Tush ta'birchilariga uni Bani Isroildan bir o'g'il tug'iladi. Aynan u sening hukmronligingni tugashiga sabab bo'ladi dedilar. Bu xabar Fir'avnning yuragiga qo'rquv soldi. Shundan keyin u dahshatli farmon chiqardi. Bani Isroilda tug'iladigan har bir o'g'il chaqaloq o'ldirilsin. Misr bo'ylab askarlar uyma-uy yurib, yangi tug'ilgan o'g'il bolalarni qidirar edi. Onalar yig'lar, otalar ojiz qolardi. Qancha begunoh go'daklar hayotdan ayrildi. Ana shunday og'ir kunlarda Alloh taolo Muso alayhissalomning onalariga farzand ato etdi. Farzand dunyoga kelgach, onaning yuragi qo'rquvga to'ldi. Agar askarlar xabar topsa, go'dakni ham ayamas edi. Shunda Alloh Muso alayhissalomni onalariga vahiy qildi. Uni emas, agar xavf sezsang, uni sandiqqa solib daryoga qo'y. Qo'rqma va g'amgin bo'lma. Biz uni senga qaytaramiz va uni payg'ambar qilamiz. Bu oddiy inson uchun tasavvur qilib bo'lmaydigan buyruq edi. Qanday qilib ona o'z chaqalog'ini daryoga tashlaydi? Lekin Allohning va'dasi haq edi. Ona ko'z yosh to'kkan holda kichkina Musoni sandiqqa joyladi. Sandiq ehtiyotkorlik bilan Nil daryosiga qo'yildi. Daryo oqimi esa sandiqni odamlardan uzoqlashtirmadi. Aksincha, uni Fir'avnning saroyi tomon olib bordi. Fir'avnning ahli sandiqni ko'rib qoldi va uni olib kelishdi. Ochishganida esa ichidan nurli chehrali go'dak chiqdi. Fir'avn uni ko'rdi, ammo undan ham avval Fir'avnning rafiqasi go'dakka mehr qo'ydi. U dedi: "Uni o'ldirmang. Balki bizga foydasi tegib qolar yoki uni farzand qilib olarmiz." Fir'avn rozi bo'ldi. Shu tariqa o'zining saltanatini tugatadigan bola aynan uning saroyiga kirib keldi. Bu orada Musoning onasi farzandidan ayrilganidan yuragi ezilib yashardi. Ammo Alloh yana bir mo'jiza ko'rsatdi. Go'dak Muso hech bir emizikli ayolning sutini olmadi. Saroydagilar hayratga qoldilar. Shu paytda Musoning opasi kelib dedi: "Sizlarga bu bolaga yaxshi qaraydigan oilani ko'rsataymi?" Ular rozi bo'lishdi. Shunday qilib Musoning o'z onasi saroyga olib kelindi. Go'dak uni ko'rishi bilan onasining sutini emdi. Allohning va'dasi ro'yobga chiqdi. Muso yana onasining bag'riga qaytdi. Endi esa Fir'avnning o'zi uning parvarishi uchun haq to'layotgan edi. Yillar o'tdi. Muso alayhissalom kuchli, dono va odobli yigit bo'lib voyaga yetdi. Saroyda ulg'aysa ham u Fir'avnning zulmini ko'rib turardi. Bir kuni u shaharga kirganida ikki kishining urushayotganini ko'rdi. Ulardan birini Bani Isroildan, ikkinchisini esa Misrlik edi. Bani Isroillik yordam so'radi. Muso uni himoya qilmoqchi bo'ldi. Misrlikni bir musht bilan itardi. Zarba kutilganidan qattiq bo'ldi va u halok bo'ldi. Muso alayhissalom darhol pushaymon bo'ldilar. Ular Allohga tavba qilib: "Ey Parvardigorim, men o'zimga zulm qildim. Meni mag'firat qil" deb duo qildilar. Alloh esa ularning tavbalarini qabul qildi. Ertasi kuni esa shu voqea butun shaharga tarqaldi. Fir'avnning odamlari Musoni qatl etishni rejalashtira boshladilar. Shunda bir mu'min kishi yashirincha kelib: "Ey Muso, zudlik bilan bu yerdan chiqib ket. Ular seni o'ldirmoqchi" dedi. Muso alayhissalom ortlariga qaramay Misrdan chiqib ketdilar. Oldinda esa uzoq va mashaqqatli safar kutardi. Muso alayhissalom Misrdan chiqib ketdilar. Ular qayerga borishni aniq bilmas edilar. Yo'llari uzoq, oziqlari kam, oyoqlari esa uzoq yurishdan holdan to'ygan edi. Lekin u zotning qalbida bitta ishonch bor edi. Alloh o'z bandasini yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Kunlar o'tib Muso alayhissalom Madian yurtiga yetib bordilar. Shaharga kiraverishda katta quduq bor edi. Atrofida ko'plab cho'ponlar qo'ylarini sug'orayotgan edi. Ammo bir chetda ikki yosh ayolni qo'ylarini ushlab navbat kutib turardi. Ular erkaklar orasiga kirishni istamasdi. Muso alayhissalom ularga yaqinlashib so'radilar: "Nega sizlar qo'ylaringizni sug'ormay turibsizlar?" Ayollar javob berdi: "Cho'ponlar ketmaguncha biz kira olmaymiz. Otamiz esa juda keksayib qolgan." Muso alayhissalom ularning holiga achindilar. Hech qanday mukofot kutmasdan quduq boshiga borib og'ir toshni surdilar va qo'ylarni sug'orib berdilar. So'ng daraxt soyasiga o'tirib Allohga duo qildilar: "Ey Parvardigorim, sen menga qanday yaxshilik tushursang, men unga muhtojman." Oradan ko'p o'tmay ikki ayoldan biri uyatchan holda qaytib keldi. U dedi: "Otam sizni chaqiryapti. Bizga qilgan yaxshiligingiz uchun mukofot bermoqchi." Muso alayhissalom u bilan bordilar. U yerda ulug' va solih inson Shuayb alayhissalom bilan uchrashdilar. Muso alayhissalom boshlaridan o'tgan barcha voqealarni aytib berdilar. Shuayb alayhissalom ularga tasalli berib dedilar: "Qo'rqmang, endi zolim qavmidan qutuldingiz." Oradan bir oz vaqt o'tgach Shuayb alayhissalomning qizlaridan biri otasiga dedi: "Ey ota, uni ishga oling.
chunki ishga olinadigan insonlarning eng yaxshisi va kuchli va ishonchli kishidir. Shuayb alayhissalom Muso alayhissalomga taklif qildilar: agar 8 yil men bilan ishlasangiz, qizlarimdan birini sizga nikohlab beraman. Agar 10 yilini to'ldirsangiz, bu sizning ixtiyoringiz. Muso alayhissalom bu taklifni qabul qildilar. Yillar o'tdi. U zot halol mehnat qildilar, oila qurdilar va va'dalarini ado etdilar. So'ng oilalari bilan Misr tomon yo'l oldilar. Safar davomida qorong'u tun edi, sovuq kuchaygan, yo'l esa noma'lum edi. Shunda uzoqda bir olov ko'rindi. Muso alayhissalomga oilalariga: "Shu yerda kutib turinglar, men olov tomonga boraman. Balki sizlarga biror xabar yoki isinadigan chog' olib kelaman", dedilar. U zot olov tomon yaqinlashganlarida kutilmagan voqea yuz berdi. Alloh taolo ularga murojaat qildi: "Ey Muso, bu oddiy ovoz emas edi. Bu butun olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning murojaati edi." Muso alayhissalom javob berdilar: "Labbay." Alloh taolo dedi: "Men sening Robbingman. Oyoq kiyimingni yech. Sen muqaddas Tuvo vodiysidasan." So'ng Alloh Muso alayhissalomni payg'ambar qilib tanladi va ularga eng ulug' vazifani topshirdi. Fir'avnning oldiga bor. U haddidan oshdi. Muso alayhissalom bu vazifaning naqadar og'ir ekanini bildilar. Shuning uchun duo qildilar: "Ey Robbim, ko'ksimni keng qil, ishimni oson qil, tilimdagi tugunni yech, shunda odamlar so'zimni yaxshi tushunadilar va akam Horunni menga yordamchi qil." Alloh bu duolarni qabul qildi. Muso alayhissalomga ikki buyuk mo'jiza ham berildi. Birinchisi, hassalarni yerga tashlaganlarida u ulkan ilonga aylandi. Ikkinchisi, qo'llarini qo'yinlaridan chiqarganlarida u oppoq nur bilan porladi. Endi Muso alayhissalom yolg'iz qochqin emas edilar. Endi ular Allohning elchisi edilar. Oldinda esa insoniyat tarixidagi eng mashhur to'qnashuvlardan biri kutardi. Bir tomonda o'zini Xudo deb e'lon qilgan Fir'avn, ikkinchi tomonda esa faqat Allohga tavakkal qilgan payg'ambar Muso alayhissalom. Muso alayhissalom akalari Horun alayhissalom bilan Misrga yo'l oldilar. Yillar oldin qochib ketgan inson endi Allohning payg'ambari sifatida qaytayotgan edi. Ularning maqsadi bitta edi: Fir'avnni yagona Allohga ibodat qilishga da'vat etish va Bani Isroilni ozod qilish. Saroy darvozalari ochildi. Muso va Horun alayhissalom Fir'avnning huzuriga kirdilar. Fir'avn dabdabali taxtda o'tirar, amaldorlar va askarlar uning atrofida saf tortgan edi. Fir'avn Musoni tanidi. U masxaraomuz ohangda dedi: "Sen bizning saroyimizda katta bo'lgan emasmiding? Keyin esa bir odamni o'ldirib qochib ketgan eding." Muso alayhissalom xotirjam javob berdilar: "Ha, o'shanda bilmagan holda shunday voqea yuz bergan edi. Keyin Robbim menga hikmat berdi va meni payg'ambar qildi." So'ng qat'iy ovoz bilan aytdilar: "Ey Fir'avn, men olamlar parvardigorining elchisiman. Bani Isroilni men bilan birga qo'yib yubor." Fir'avn kulib yubordi: "Agar rostgo'y bo'lsang, dalilingni ko'rsat." Shunda Muso alayhissalom hassalarini yerga tashladilar. Bir zumda hassa Allohning izni bilan ulkan ilonga aylandi. Saroydagilar dahshatga tushdi. So'ng Muso alayhissalom qo'llarini qo'yinlaridan chiqardilar. Qo'llari hech qanday kasalliksiz oppoq nur taratib yubordi. Bu Alloh bergan mo'jiza edi, ammo Fir'avn haqiqatni tan olishning o'rniga "Bu mohir sehrgar ekan-ku. U sizlarni yurtingizdan chiqarib yubormoqchi", dedi. Shundan so'ng Fir'avn mamlakatning eng mashhur sehrgarlarini yig'ishni buyurdi. Belgilangan kuni minglab odamlar katta maydonga to'plandilar. Sehrgarlar Fir'avndan so'radilar: "Agar biz g'olib bo'lsak, bizga mukofot bormi?" Fir'avn dedi: "Ha, sizlar mening eng yaqin kishilarimdan bo'lasizlar." Sehrgarlar arqonlari va hassalarini tashladilar. Odamlarning ko'ziga ular ilondek harakatlanayotgani ko'rindi. Bu kuchli sehr edi. Bir lahza Muso alayhissalomning qalblaridan ham xavotir o'tdi. Ammo Alloh vahiy qildi: "Qo'rqma, albatta sen g'olib bo'lasan. Hassangni tashla." Muso alayhissalom hassalarini tashladilar. Allohning izni bilan u haqiqiy ulkan ilonga aylandi va sehrgarlarning barcha soxta sehrlari yutib yuborildi. Shu onning o'zidayoq sehrgarlar haqiqatni angladilar. Ular bilardilar, bu sehr emas edi. Ular darhol sajdaga yiqilib: "Biz Muso va Horunning Robbiga iymon keltirdik", dedilar. Fir'avn g'azabdan titradi: "Men ruxsat bermay turib iymon keltirdingizmi? Qo'l oyoqingizni qarama-qarshi tomondan kestiraman va sizlarni xurmo daraxtlariga osaman." Lekin endi sehrgarlar qo'rqmas edi. Ular dedilar: "Sen faqat bu dunyoda hukm chiqarishing mumkin. Biz Robbimizga iymon keltirdik va uning mag'firatini umid qilamiz." Shu tariqa kecha Fir'avnning xizmatkorlari bo'lgan insonlar bugun iymon yo'lida jonini berishga tayyor mu'minlarga aylandilar. Ammo Fir'avnning kibri yanada ortdi. U Bani Isroil ozod qilishdan bosh tortdi. Shundan keyin Alloh Misr xalqiga birin-ketin ogohlantiruvchi alomatlarni yubordi. Quroqchilik hosilning kamayishi, to'fon, chigirtkalar, bitlar, qurbaqalar va suvning qonga aylanishi kabi balolar keldi. Har safar Fir'avn: "Ey Muso, Robbingga duo qil. Agar bu baloni ketkazsa, albatta iymon keltiraman va Bani Isroilni sen bilan yuboraman", der edi. Lekin balo ketishi bilan u yana va'dasini buzardi. Shunday qilib uning qalbi yanada qattiqlashdi. Nihoyat Alloh taolo Muso alayhissalomni Bani Isroilni kechasi bilan Misrdan olib chiqishni buyurdi. Bu esa tarixdagi eng buyuk mo'jizalardan biriga sabab bo'ladigan safarning boshlanishi edi.
butun sukunatga cho'mgan edi. Misr xalqi uyquda, ammo Bani Isroil yashirinch safarga hozirlanayotgan edi. Alloh taolo Muso alayhissalomga vahiy qildi: "Bandalarimni tunda olib chiq." Muso alayhissalom minglab odamlarni boshlab Misrdan chiqib ketdilar. Ular orasida yosh bolalar, ayollar, qariyalar va uzoq yillardan beri zulm ortida yashagan insonlar bor edi. Tong otishi bilan Fir'avnga xabar yetdi. Muso va uning qavmi qochib ketdi. Bu xabarni eshitgan Fir'avnning g'azabi alangalanib ketdi. U darhol butun Misrni bo'ylab askarlarni yig'ishni buyurdi. Otliq lashkarlar, jang arabalari va qurollangan minglab askarlar Bani Isroilning ortidan qo'shishga tushdi. Oradan ko'p o'tmay ular dengiz bo'yiga yetib kelishdi. Oldinda ulkan dengiz, orqada esa Fir'avnning ulkan qo'shini. Bani Isroil vahimaga tushdi. "Ey Muso, bizga yetib olishdi. Endi qutula olmaymiz." Ammo Muso alayhissalomning qalblarida zarracha shubha yo'q edi. U zot qat'iy ovozda dedilar: "Yo'q, albatta Robbim men bilan birgadir. U menga yo'l ko'rsatadi." Mana shu so'zlar chin tavakkulning eng go'zal namunalaridan biri edi. Shu payt Alloh taolo Muso alayhissalomga "Hassang bilan dengizga ur" deb vahiy qildi. Muso alayhissalom hassalarini dengizga urdilar. Bir lahzada ulkan mo'jiza yuz berdi. Allohning qudrati bilan dengiz ikkiga yorildi. Har ikki tomonda suv baland tog'lardek ko'tarildi. O'rtada esa quruq yo'l paydo bo'ldi. Bani Isroil hayrat va qo'rquv ichida shu yo'ldan o'ta boshladi. Minglab insonlar dengiz tubidan quruq yo'lda yurishardi. Fir'avn uzoqdan bu manzarani ko'rdi. U yana ham kibr bilan "Ularning ortidan boringlar" deb buyurdi. Askarlari bilan dengiz ichiga kirib ketdi. Bani Isroilning oxirgi odami ham nariga sohilga chiqqanida Fir'avn va uning lashkarlari hali dengiz o'rtasida edi. Shunda Alloh taolo Muso alayhissalomga yana amr qildi. Dengiz avvalgi holiga qaytdi. Ulkan suv devorlari bir-biriga qo'shildi. Fir'avn va uning qo'shni to'lqinlar ostida qoldi. Endi Fir'avn o'zining ojizligini angladi. Butun umr "Men sizlarning eng oliy Robbingizman" deb da'vo qilgan kishi endi o'lim bilan yuzma-yuz turardi. Shu on u dedi: "Bani Isroil iymon keltirgan zotdan boshqa iloh yo'qligiga iymon keltirdim. Men ham musulmonlardanman." Lekin juda kech edi, chunki u iymonni haqiqatni izlab emas, o'limni ko'rgandan keyin aytgan edi. Alloh taolo uning bu iymonini qabul qilmadi. Qur'onda mazmunan shunday deyiladi: "Endimi? Holbuki bundan oldin isyon qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding." Fir'avn halok bo'ldi. Ammo Alloh uning jasadini keyingi avlodlarga ibrat bo'lishi uchun saqlab qolishni bildiradi. Bu voqea shuni ko'rsatadiki, dunyodagi eng katta saltanat ham Allohning qudrati oldida hech narsa emas. Zulm qancha davom etmasin, oxiri baribir tugaydi. Haq esa hatto zaif ko'rinsa ham oxir oqibat g'olib bo'ladi. Muso alayhissalom va Bani Isroil Allohning yordami bilan najot topdilar, lekin ularning sinovlari hali tugamagan edi. Oldinda sahrodagi sinovlar, uzoqqa sig'inish voqeasi va yana ko'plab ibratli hodisalar kutardi. Bu qissa faqat tarix emas, bu har bir inson uchun saboqdir. Hech qachonki bir bizni Fir'avn yo'liga boshlamasin. Muso alayhissalom kabi har qanday qiyinchilikda Allohga tavakkal qilaylik. Chunki Allohga tavakkal qilgan inson hech qachon yolg'iz qolmaydi. Alloh taolo barchamizni Qur'on qissalaridan ibrat oladigan bandalardan qilsin. Bu videoyimizni ikkinchi qismini kutayotgan bo'lsangiz, o'z izohingizni kommentariyaga yozing va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.